Endi men sizga bitta narsa ko'rsatay. Hozir hamma joyda trendda bo'lgan jigarni qotili deymizmi? Jigar kasalliklarini qotili deylik. Mana shu rastarovka bo'ladi. Ko'rib qo'ysin. Podpishchilar. Aynan haligi kapsulalar, soklar va parashoklarimiz aynan mana shu mahsulotda bo'lgan. Rastarovkani urug'ida emas, uni urug'ini maydalanganida emas, boshqada emas, aynan shunaqa holatga keltirib, mana shu 10 kunlik rastarovka. 10 kunda mana shu holatga keladi. Bu endi bo'ldi. Mana shu holatda o'zida iste'molga tayyor bo'ldi. Buni olib, har bittasini demak, buni ham yesa bo'ladi. Bemalol yeb ko'ring-da shuni. Bismillah. Ta'mi ham bir juda ham ajoyib. Aynan shu jigarni eng zo'r tozalaydigan sostavida silimarin moddasi bo'lgan rastarovka mana shu bo'ladi. Urug'larimiz ham organik, o'stirish texnologiyasi ham ko'rib turganingizdek, uni tagida biohumus solib, biohumusda undirilgan, чтобы foydali xususiyatlari o'zida bo'lishi uchun. Juda ham zo'r produkt. G'oyat.